Qaranglar, men istaganki 5000 so'm. Olasizlar 2000 berib ketasizlar. Price yo'q. Lekin mana bu yerda ikkita chek bor. Kilo 2 xil istaganki. Mana Jomini istaganki, bu 10000 so'm. Bu Malikani istaganki, hozir kirib chiqdim. Bu 15000 so'm. Farq nimada? Farq. Birinchi istaganki, bu yerda ofitsialligiga o'giradigan bo'lsak, u ofitsialligi uchun 10000 yoki 15000 so'm. Bu bo'lsa neofitsialli bo'lgani uchun 5000 so'm yoki 2000 so'm. Ofitsialli mahsulotlardan foydalanishinglarni maslahat beraman. Sizlarni mashinangizlar kakta охраняемый bo'lib turgani uchun bular hozir 10,000-15,000 so'm bo'lyapti. Xuddi shunaqa xizmati yoki mahsulotinglar nimaga qimmat? Защищенный, zabardast, baquvvat bo'lib turgani uchun bekorga qimmat emas. Videoni servis ko'rsatayotganligi, mahsulot sotayotganligi jo'natib qo'yinglar. Mana mashinadan o'zi qiyos qilib olsa bo'ladi. Qiymat o'shanga yarasha baholanadi. Aytgancha Shuster akalar, buni mabodo keshbekiga harakat qilmanglar, skrinshot qilib olib. Bab ishlatib o'rganman, ko'ryapsizlar, bab g'ijinlab tashladim.